Yengilmez Uyg'ur qo'mondan Sopaxun Sovrub. Sopaxun Sovrub 1915-yili ayni chog'dagi Qumul Uyg'ur inonchxonaligining poytaxti Qumul shahrining Ostoni yezisi Ödük kentida Namrat dehqon Sovraxun oilasida dunyoga kelgan. Dadisidan kichik yetim qilib, onasining tarbiyasida cho'ng bo'lgan. O'smirlik vaqtida dastlabda Lapchuq kentidagi Mollam tuqqanining diniy maktabida o'qigan. U dastlabda bir mezgil oxirgi Qumul vang'i Shamaqsutning podisini boqqan bo'lsa-mu, oilasi alvan seliqqa chidamaganlikdan Sopaxun o'qishini davomlashtira olmagan. O'smir Sopaxun Taranchi ko'mir kenida bola ishchi bo'lib eg'ir emgak qilgan. Keyin Kandin qechib chiqib, Qumulga kelib, boylarning uylarida emgak qilgan. Apsi Sopaxunni shahar ichidagi bir diniy maktabga bergan. 1931-yili atiyozda 16 yoshlik Sopaxun qo'liga qurol elib, Xo'janiyaz hojilar boshchiligidagi milliy ozodlik kurashiga qatnashgan. U 1932-yili Turpanda, 1933-yili Mori va Jemisarlarda jang qilib, shu yili 6-oyda general Mahmud Muhiti qismlari bilan billa Qorashahar orqali Tarim vodisiga yo'tkalgan. 1934-yili 5-oyda Stalin hukumatining kepil bo'lishi bilan Jallod Shingsay va Xo'janiyaz hojilar kelishim tuzgandan keyin Sopaxun Mahmud Muhiti qismida Qashqar viloyatida yana harbiy vazifa o'tagan. Sopaxun 1936-yili Urumchidagi Sovet mutaxassislari qurib bergan harbiy maktabda 3 yil muntazam tarbiyalanish fursatiga ega bo'lgan. 1939-yili Sopaxun Qashqardagi Mahmud Muhitidan keyin o'zgartib tashkillangan Uyg'ur otliq askarlar 31-polkida ishga tushgan. U dastlabda mazkur polkdagi zarbidor atratning atrat boshlig'i bo'lib xizmatga tushgan. Ondan darajasi paydan-pay o'sib, rota komandiri va shtab ofitseri qatorliq harbiy vazifalarni o'tagan. 1942-yili kuzda Sopaxun favqulodda polkning 9-atratiga atrat boshlig'i bo'lib tayinlanib, Korlidan Urumchiga yo'tkalgan. 1943-yili Sopaxun va uning Uyg'ur askarlari Urumchidan Mori va Guchong taraflarga yo'tkalgan. 1945-yili 4-oyning 27-kuni 200 nafardan ortiqroq jasur Uyg'ur askarlar Sopaxunning qo'zg'atishi bilan Maytag'da qurolli qo'zg'olon ko'tarib, Kuytun, Shixo, Maytag' va Jing atrofidagi 20 mingdan ortiqroq Gomindan qo'shinining 5 cho'ng mudofaa liniyasini bosib o'tib qolmasdan, yana texi orqasidan uda qo'g'lab kelgan Gomindan qismlari bilan to'xtamay etishib yurib, shu yili 5-oyning o'ttirlari Sharqiy Turkiston Jumhuriyati amaliy tizginlanib turgan Bo'rtalog'iga yetib berib, milliy armiya bilan uchrashgan. 1945-yili 7-oyda Sopaxun boshchiligidagi 150 nafar askar Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati tomonidan partizan atrit qilib tashkillanib Oqsuga avatilgan. Bu zarbidor milliy qo'shin Oqsudagi Boy va Konishahar nahiyalarini to'liq ozod qilib, Muzart davonidagi harbiy istikam, Qo'rg'ondagi Gomindan qismlarini yo'qotib, dushmanning janubdagi asosiy kuchini tutib turish orqali Sharqiy Turkiston davlat armiyasining Shixoga yurish qilishiga kapolatlik qilish vazifasini muvaffaqiyatli o'rindigan. Sopaxun ilidan hech qanday ilg'or qurol-yarog' yordami kelmagan sharoitda qo'lidagi 150 askarning boturligi va o'zining parasitiga tayinibla Oqsudagi 20 mingdan ortiq dushman askarining yurkini mujvatgan. Sharqiy Turkiston hukumati Sopaxunga Muzat qo'rg'onidagi boturligi uchun 1-darajalik oltin medal, Oqsu frontida ko'rsatgan xizmatlari uchun oltin medal va polkovnik unvoni bergan. Keyin Tekas otliq 1-polkiga polk komandiri, Milliy armiya ta'lim-tarbiya bo'limining muavin boshlig'i, Sovan polkining komandiri 1950-yili 2-oydan 1951-yili 6-oygacha 5-korpus harbiy ta'lim-tarbiya bo'limining boshlig'i bo'lgan. 1951-yildan 1953-yilgacha yer islohoti xizmatiga qatnashgan.
Harbiy rayon siyosiy bo'lim kadrlar kursida bo'lim boshlig'i bo'lgan. 1953-yildan 1955-yilgacha dehqonchilik 4-diviziya transport 4-atritida cho'ng atrat boshlig'i va bo'lim boshlig'i bo'lgan. Uningdan keyin shu yili biroqla kasb almashtirib 1955-yildan 1984-yilgacha atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq Taşyol idorasida boshqarish, nazorat qilish bo'limining muavin boshlig'i, mexanizm ishlari bo'limining boshlig'i, Taşyol idorasining maslahatchisi qatorliq vazifalarni o'tagan. U bu jarayonda 1966-yildan boshlab atalmış madaniyat zo'r inqilobining qattiq ziyonkashligiga uchirgan. 1979-yildan keyin oqlanib xizmati asliga keltirilgan. 1984-yili dam olishga chiqqan. U dam olishga chiqqandan keyinmi vaqtni ching tutib, zehniy kuchini yig'ib, o'zining sarguzashtlarini va eng muhim ahamiyatga ega voqealarni asos qilgan holda qimmatli tarixiy aslimi yozib chiqqan. Sopaxun Sovrub 2001-yili 12-oyning 17-kuni Urumchida vafot bo'lgan. U yosh vaqtidan boshlabla militarist Jinshurin, Shingsay va Gomindang ishg'olchi hokimiyatiga qarshi o'shmanlik bilan qo'liga qurol elib, xalqning ozodlik ishlari uchun o'zini beg'ishlab, dushmanlarga qarshi boturlik va pam-parosat bilan jang qilib, o'chmas to'hpalarni qo'shgan. U milliy manfaatini hammadan a'lo bilatdi. Jafo mushaqqatga chidamlik, pok diyonatlik, oddiy sodda, kamtar, axloq fazilatlik, ochiq yo'riq, chiqishqoq va umidvor edi. Kasbni qadrlash, olg'a intilish ruhi kuchlik edi. Bo'libmi uning ma'rifatparvarlik, avlodlarning tarbiyalanishiga ko'ngil bo'lish ruhi alohida qadrlashga arziydi. U 20 yildan beri Qumul, Turpan, Pichan qatorliq joylardagi boshlang'ich maktablarga va nomrod o'quvchilarga nurg'un naqd pul va nurg'un kitob jurnallarni iyona qilgan edi. Oldingi asrda o'tgan mashhur Uyg'ur tarixiy shaxslaridan biri. 1930-yillardagi Milliy ozodlik inqilobining jangchisi, 1944 va 1949-yillardagi Milliy mustaqillik inqilobining qobil va jasur harbiy qo'mondonlaridan biri. Polkovnik Sopaxunning Men kashgan kechiklar mavzuliq aslimasi 2010-yili Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingandan keyin bu asar birdinla Uyg'ur jamiyatida qizg'inlik qo'zg'ab, Uyg'urlar orasida o'z tarixiga va qahramonlariga bo'lgan seg'inish va faxrlanishni yana bir qitim yuqori ko'targan edi.